Hammaga do'stlar, men ismim Abubakar Uzmi. Yangi videoga xush kelibsiz. Bugun ikkinchi video oldim. Mana ikkinchi video olishni boshladik. Kecha menga Rakka kanaliga obuna bo'ldi. Meni kommentarni yozib qoldirmadi. Bakon tomosha qilib bo'ldi. Hop. Jiguli nima o'zi Jiguli? Ko'ra. Bizning mashinamiz emas bu yerda bizning mashina bu. O Sovetda ishlab chiqarilgan, SSRda ishlab chiqarilgan, men bilmayman. Hop. Bugun biz ikkinchi video olishni boshlang, ya'ni bugun kasal bo'lib qotdi, bugun anaqa ular banasanga ketishak, biz akam bilan birga ko'ramiz. Akamni joylatib qoldi chunki video olaman, chunki kamera bilan video oldi. Abba, Jiguli kelyaptimi? Jiguli? Hop. Jiguli uchtada Rossiyada ishlab chiqarilgan. Mana, ha. Bu yerda Sovetda ishlab chiqarilgan. Mana 10X. 10X kameraga yozib qoldiringlar. Menga 10Xlar menga yoqadi. BYDlar yoqadi. Menga BYDlar yoqadi, men chiryapti. Hop, men tushdi. Mayli. Hop. Akam kanaliga obuna bo'lamiz, chunki akam kanali nomi Abubakar 62. Uni ustiga yozib qo'ysanglar, bo'ldi, shu chiqadi. Iskataranda emas. Sherzod White kanaliga obuna bo'ling. U iskataranda shunaqa qatnaydi. Sherzod White ga obuna bo'linglar, chunki ular videosi tashyoradi. Tomosha qilamiz. Mayli. Hop. Biz suvga qo'ydik, oktyabrda shunaqa bo'ladi deb. Mana shu issiq suv. Telefonim qo'ydi, mayli, suv oqyapti. Malibu va orqada ketyapti Matiz. Malibu Qirg'izistonda paydo bo'ldi. Menga Malibu voy, ta'mirga zo'r ekan. Mayli. Bizlar mashinamizga o'xshamaydi, chunki mashinamiz Qas bo'layotdi mashina tashib 40 Farg'ona Nexia 1 yo'q ekan, chunki Nexia 1 ketdi. Sizlarga video tashlayversa, ketdi. Hop. 60 Andijonniki, chunki Andijon 62 ekan. Shu 60 Andijon. Hop. Biz Toshkentda yashaymiz, ular Andijon viloyatida yashaydi. Men sizlarga bitta Qo'bitni sonini ko'rsatib beraman. Kanalga obuna bo'lsangiz, like bo'lsangiz, mana yana oxirigacha video tayyorlab qo'yaman. Mana Kitap chiqangina va nol bo'lib ketdi. Hop. Abbaka. Mana mashina Qo'bitdi. Assalomu alaykum. Kim bo'ldi bu? Sizlar sonlarni ko'rsatib bering. Mana uch berishdi. Ular uch qor ekan. Ha. Ay, yesu bosmadim. Ana. Qochlaring, qoch. Mana. To'xta. Qo'bitlar menga yoqadi. Balki ben jentrada labu kelyapti. Uy. Oyog'im kirib ketdi. Mana uyga borgan akam meni oyog'im yuraveradi. Hop. Andijon 62. Hop, Andijonga mashinalar qo'ygan bo'lsanglar, Andijonga borib, mashinalarni qo'yib kelinglar. Qozog'gacha ana 1-oktabrda Qozog'istonga bormadik. Yo'q, bordik, kommentar yozib qo'yinglar. Ayollar altayni ishlamadi. Mana mashina kecha yuyildi mashina. Hozir men sizlarga bitta Spark sonini ko'rsatib sразу. Mana akam oldida o'tiradi. Mana sizlarga bitta Spark sonim berdim. Mashina tutdi, mana musorlar o'tdi. Musor Spark sonini qo'ysak, Qo'bitga o'xshaydi. Qo'bit ketdi. Yana eshik bilan. Yetdimi? Mana yomon bola yashon bilgan shunaqa. Yana bo'layotdi kerak. Mana
hozir Andijonda intrasi ko'rdik. Xo'p. Menga kanalimga obuna bo'lsangiz, like bo'lsangiz. Tezroq video tashlab beraman. Hop, yana ikkita spak ketdi. Oy. Yomon odamga ishonmaylik, chunki jahldor ekan. Sizlarga yomon odam mashinasi ko'rsatib beraman. Ikkita spak. Oy. Ketdi. Yana bittasiga o'tdi. Hop. Bizga spak yo'q-da, sizlarga ko'rsatib berdim. Ha. Mana, hop. Spak ko'rsatib berganman, uchun menga kommentar yozib qo'yinglar. Ha, mana yana bo'ladi kelar ekan. Chip ko'pdik. Qo'bit. Masalan, qo'bit saludi. Ha. Yomon odamga ishonmaylik, chunki akamga yomon odamga ishonmay aytdi. Ular yomon odam ekan. Mana yomon odam sizlarga uchun yomon odam. Gaplashibdi. Alo. Arpusdan o'tkizmi? Mana mashina. Sizlarga bittinglar, sitdi. Oxiri bizning mashina gibridli mashina, gibridli. Oxiri gibridli. Sizlarga bitta gibridli mashina yoqqanimi? Hozir yugurishimiz kerak. Chance tashlab hamma. Mana sizlarga uchun gibridli mashina farasi. Mana yana bitta gibridli. Qoch. Sizlarga salon, sizlarga. Hozir. Sizlarga salon ko'rsatish o'sib bilmayapti. Keyingi safar menga bitta kommentariy yozib qo'yasiz. Video tashlay, menga so'ramaydi. O'zim bilib tashlab beraman. O'zinglar. Akamni bloger bo'lib qoldilar. O'zinglar bir haftada mashina emas, menga kommentariy yozib qoldilar. Sizlarga bu uchun yangi mana sizlarga uchun menga kommentariy yozib qolganing uchun mana biz ham yana Kia ketyapti. Kia Q5. Sizlarga Kia saloni. Menga kommentariy yozib qoldilar. Bu Nexus. Sizlarga bu salon. Sizlarga bu Spark. Bizning mashinamizga bu Spark. Sizlarga xayib soat bilan yangi videolarim yoqqanlar bo'lsa, menga kommentarni yozib qoldiring. Men keyingi hafta balki ertada, balki keyingi haftaga menga kommentar yozib qoldirsangiz, men sizlarga video tashlab beraman. Agar kanalimga obuna bo'lsangiz. Kanalim direktda chiqib ketdi. Sizlarga xayr, savol bilan menga yangi videolarim yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'ling. Kerak bo'lsa, yoqmagan bo'lsa, yo'masa obuna bo'ling. Lekin ko'pchilik kommentariy yozib qolgan uchun emas, akamga qaradan emas, chunki 72 ta like berdi. Sizlarga xayr, keyingi videogacha men bir hafta, 2 haftadan keyin men video tashlab beraman. Kanalimga obuna bo'lsangiz, like bo'lsangiz, tezda 13 minutga ko'ramiz. Xayr. Video oldinda tugadi.